Assalomu alaykum. Bizni YouTube kanalimizda kuzatib boruvchi obunachilarimiz. Bugun O'zbekistonda nomer 1 bo'lgan Lochin kompaniyasining mototsiklarini obzor qilib beramiz. Videoni ko'rishdan oldin bizning sahifaga obuna bo'lib qo'ying va like tugmasini bosish esingizdan chiqmasin. Biz bundanda qiziqarli bo'lgan videolarni olishga harakat qilib boramiz. Xo'p, mototsikl ishqibozlari akalarimiz mototsikl olaman deb olish niyatida yurgan akalarimiz uchun halol nasiya savdoga boshlang'ich 10% to'lov, qolganini yillik 17,5% evaziga halol nasiya savdoga xarid qilishingiz mumkin. Xo'p, ko'p gapirib o'tirmayman. Mototsiklarimizning barchasini obzor qilishga o'taman. Xo'p, akalar, ko'rib turgan ushbu mototsiklimizning bort qismi 2 ga 1.30, maksimal tezligi 60 km/soat, lekin tabloda 120 tezlik ko'rsatilgan. 60 km/soat tezlikkacha chiqarish maslahat beriladi. Yoqilg'i sarfi 100 km ga 4 litr benzin yeydi. Xo'p, maksimal 1 tonnagacha yuk ortsangiz bo'ladi bemalol. 14 ot kuchiga ega. Karburatorimiz 4 taktli. Mana bunday sovutish tizimiga ham ega. Xo'p, keyingi mototsiklimiz akalar, bort qismi 2.2 ga 1.35, maksimal 1,5 tonnagacha bemalol yukni ortadi. Buni ham tezligi 60-70 km/soat tezlikkacha chiqadi. Bort qismi qovurg'ali. Bu ham 100 km ga 4 litr benzin sarflaydi. 14 ot kuchiga ega mototsiklimiz. Lochin mototsikllari haqida qisqacha obzorimiz shunday bo'ldi. Umid qilamizki, video sizga foydali bo'ldi. Agar siz ham qulay, zamonaviy va hamyonbop mototsikl izlayotgan bo'lsangiz, Lochin siz uchun eng to'g'ri tanlov bo'ladi. Videoga like bosing, obuna bo'ling va izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.